baxtli hayot kechirib, saodatli bo'lish siri ikki dunyoda. Qo'lingni ochib faqat undan so'rashing o'zi kifoya. Boriga shukr qilishing borini ko'payishidir. Bu baxtli hayot kechirib, saodatli bo'lish siridir. Yaxshi niyat qilib ayoli bilan farzand olishadi mehribonlik uyidan. 11 oyli shirin qizaloq, do'mboq, oppoq qo'g'irchoq. Bitta kasichka, ko'zlari katta, o'tirgan holda meni olib ketinglar botdan deganday qo'llarini ko'taradi. Bag'riga bosib uni olib ketishadi. 7 yil farzand ko'rishmagan, nolimasdan sabr qilib yashagan. Qo'shnilarning g'alati qarashlariga, qarindoshlarning maslahatlariga, shifokorlarning safsata gaplariga ahamiyat bermay umuman. Ular shundoq ham baxtli bergan kunidan bori yo'g'iga rozi ular. Ana qara, oilaviy restoranda dam olib, ayoli erini yelkasiga boshini qo'yib, 2 yosh xursand quvonchga to'lib, deski plashatkada qizalog'ini ko'rib. Ana o'tarkan oradan 9 oy, dunyoga kelarkan o'g'iltoy. Hikmati bor ekan yaxshi yomon kunni, rozi bo'lgan ko'rarkan yoruni. Ana endi yana boshqatdan kasha pampers qorindam, qo'shnilarni eshitadigan darajada через devor gumbulatib gazni qo'yib o'rgan polvon. Oilaviy restoranda endi ko'payishgan holda. Deski stul qo'shib o'ringlarmanmi podshoga. Ofitsiant rasmga olib qo'ying sizdan iltimosim. Bugun 1 yoshga to'ldi o'g'lim, 2 ga kirdi qizalog'im. Ko'zga yosh to'ladi joy namozda, ota duo qiladi sekin ovozda. Bo'yniga o'tirib olgan o'g'li, tizzasida qizalog'i, orqada omin deb o'tirgan ayoli. Jufti haloli. Baxtli hayot kechirib, saodatli bo'lish siri ikki dunyoda. Qo'lingni ochib faqat undan so'rashing o'zi kifoya. Boriga shukr qilishing borini ko'payishidir. Bu baxtli hayot kechirib, saodatli bo'lish siridir. Endi menda bor oy bilan quyoshim, mehribon ayol umr yo'ldoshim. Yonimda bo'libsan ham so'ragin, o'z panohingda bizni asragin. Endi menda bor oy bilan quyoshim, mehribon ayol umr yo'ldoshim. Yonimda bo'libsan ham so'ragin, o'z panohingda bizni asragin.